Bugun Hudud gaz Jizzax gaz ta'minoti filialida viloyatdagi mavjud gaz to'ldirish shoxobchalari rahbarlari hamda mazkur yo'nalishdagi mas'ul xodimlar ishtirokida seminar tashkil etildi. Mazkur tadbirda maishiy gaz ballonlariga gaz to'ldirish jarayoni, shuningdek avtotransport vositalariga gaz quyish shoxobchalari faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik talablari, texnik xavfsizlik qoidalari va normativ-huquqiy hujjatlar yuzasidan batafsil tushunchalar berildi. Tadbir O'zenergiya inspeksiya Jizzax viloyat hududiy boshqarmasi, Jizzax shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi, sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasining Jizzax bo'limlari hamda Hudud gaz Jizzax gaz ta'minoti filiali bilan hamkorlikda tashkil etildi. Unda ta'kidlanishicha, bugungi kunda Jizzax viloyati bo'yicha faoliyat yuritayotgan gaz to'ldirish shoxobchalari oldida birinchi navbatda aholiga xavfsiz, uzluksiz va sifatli xizmat ko'rsatish vazifasi turadi. Seminarda mutaxassislar maishiy gaz ballonlarini to'ldirishda yo'l qo'yilmasligi, shoxobchalarda mavjud xavf darajalari, ularni oldini olish mexanizmlari, texnik xizmat ko'rsatish jarayonidagi talablar hamda nazorat tartiblarini yana bir bor amaliy misollar asosida tushuntirib berdi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini tartibga soluvchi yangi normativ-huquqiy hujjatlar, xavfsizlik sertifikatlari, texnik reglamentlar va sohada joriy etilayotgan nazorat mexanizmlari haqida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Gaz ballonidan foydalanishda o'ziga yarasha yozilgan qoidalar bor. Gaz to'ldirish shoxobchalarini ish tartibi bor, reglament deymiz. Gaz ballonlarini to'ldirish va ularni tarqatish bo'yicha reglament tasdiqlangan. Mana shu reglament talablariga qat'iy rioya qilish kerak. Ayniqsa gaz to'ldirish shoxobchalari ikkita turga bo'linadi. Bittasini avtomobil gaz to'ldirish shoxobchalari deb ataladi, ikkinchisi maishiy gaz ballonlarini to'ldirish shoxobchalari deb ataladi. Ana endi mana ko'cha-kuyda o'zimiz ham mashinamiz gazda yuradi, zapravka qilganda ko'ramizki, avtomobilga gaz to'ldirish shoxobchalari tomonidan ham maishiy gaz ballonlarga gaz to'ldirib berish holatlari uchramoqda. Bu yaxshi holat emas. Gaz ballonining ichida gaz suyuq holatda turadi. U gaz holatga o'tganda o'zidan bir necha barobar ortiq gaz ballonidan foydalanish qoidalariga qat'iy rioya qilishlari kerak. Bo'lib o'tgan seminar gaz tizimidagi xizmat sifatini oshirish, xavfsizlik madaniyatini mustahkamlash va gaz to'ldirish shoxobchalari faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf holatlarini oldini olishda katta ahamiyatga ega. Jizzax viloyatida gaz ta'minot tizimida olib borilayotgan islohotlar avvalo aholining xavfsizligi, tinchligi va qulayligini ta'minlashga qaratilgan.